kichkina bo'lishiga qaramasdan juda ham ko'plab funksiyalarni o'z ichiga olgan havo namlagichimizni hozir sizlarga bitta obzor qilib beraman. Ko'rsangiz bo'ladi, komplektida shunaqa pult chiqadi. Pult orqali hamma funksiyalarni boshqarsangiz bo'ladi. O'zida RGB yorug'liklari bor, har xil rangda yonadi. Bundan tashqari 8 xil ovoz effektlari bor, tinchlantiruvchi. O'zingizga yoqqan ovoz effektini qilib qo'ysangiz bo'ladi. Qaranglar ishlashini. Zo'ra, buni o'zingizga yoqqan har xil ovozlarni qo'yib qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. Ovozini past baland qilsangiz bo'ladi o'zidan. Ishlashlari juda zo'r. Buni vlajnistini past baland qilib 3 xil skorostda ishlatsangiz bo'ladi. Yorug'liklarni ko'rsangiz bo'ladi. Juda ham sifatli ishlangan. Bundan tashqari o'zida yon tomonda knopkalar bor. Knopkalar orqali boshqarsangiz ham bo'ladi. Sifatlari juda zo'r. Ushbu vlajnitlarimiz kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol do'konimizga kelib xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Hammalarni do'konimizda kutib qolamiz. Kelasizlar.